Payshanba yoshlar kuni munosabati bilan Milliy gvardiyaning Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasida harbiy hayotga qadam qo'ygan o'g'lonlar ishtirokida rahbar va yosh askarlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda Farg'ona harbiy prokuraturasi, Farg'ona Ilg'or mahorat texnikumi vakillari ishtirok etdilar. Dastavval Milliy gvardiyaning Farg'ona viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i, davlatimiz rahbari boshchiligida 13-yanvar kuni bo'lib o'tgan Xavfsizlik kengashi yig'ilishida muddatli harbiy xizmatchilar uchun e'lon qilingan imtiyoz va imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Yoshlar bilan uchrashuvlar jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy tadbirlardan biri. Bunday uchrashuvlar yosh avlodni ilhomlantiradi, dunyoqarashini kengaytiradi va hayotda to'g'ri yo'l tanlashga yordam beradi. Bu tadbirda bizga berilgan imtiyozlar, shart-sharoitlar, kasbga o'qitish, shunga o'xshash ko'plab imtiyozlar haqida ma'lumot berildi. Bizga yaratib berayotgan shart-sharoitlardan umumiy foydalangan holda vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Yosh harbiy xizmatchilar ishtirokida bo'lib o'tgan muloqotda Farg'ona Ilg'or mahorat texnikumi vakillari yoshlarning o'zlari qiziqqan kasb-hunarlar bo'yicha o'qishi, ushbu sohani mukammal o'rganishi va sertifikatni qo'lga kiritib, o'z kasbining mutaxassisi bo'lishi lozimligini ta'kidladilar. Harbiy hayotga qadam qo'ygan muddatli harbiy xizmatchilarga davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlar yetkazildi. Shuningdek, rahbariyat tomonidan o'sha muddatli harbiy xizmatchilarga hozirgi kunda Milliy gvardiya Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasida yaratib berilgan shart-sharoitlar, ulardan oqilona foydalanish, shuningdek kelajakda Milliy gvardiya harbiy xizmatchi sifatida burchini his qilgan holda sadoqatini ko'rsatib, jasorat bilan xizmat qilishga chaqirdi. Shuningdek, tadbirimizda texnikum rahbarlari tomonidan muddatli harbiy xizmatchilarimizga bir askarga bir kasb shiori ostida muddatli harbiy xizmatchilarni kasbga o'qitish bo'yicha yo'nalishlar berildi. Ya'ni har bitta askarda o'zini kasb yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar yetkazib o'tildi. Uchrashuv davomida muddatli harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishildi. Yoshlar bilan bunday uchrashuvlar ularning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladi. Faol, mas'uliyatli va jasur shaxs bo'lib shakllanishlariga katta hissa qo'shadi.